Assalomu alaykum. Ko'pchilik kanal kuzatuvchilarimizdan ichki ishlar xodimi yoki yo'l patrul xizmati xodimi haydovchini to'xtatganda yoki fuqaroni to'xtatganda ularga hujjatni o'zini aslida emas, balki telefondagi elektron nusxasini ko'rsatishimiz mumkinmi degan savol tushyapti. Ushbu savolga qonunchilik hujjatlariga asosan javob berishga harakat qilamiz. Demak, 2025-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali va ijtimoiy karta mobil ilovasida joriy etiladigan hujjatlarning unifikatsiyalangan raqamli servislarning ro'yxati qabul qilindi. Ushbu ro'yxatga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasporti, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining identifikatsiyalovchi ID kartasi, haydovchilik guvohnomasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma, nikoh qayd etilganlik haqida guvohnoma, nikohdan ajralganlik haqida guvohnoma, transport vositasining ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma, ya'ni texnik pasport, texnik talon, pensiya nafaqa guvohnomasi, fuqarolik bo'lmagan shaxsning yashash guvohnomasi, ID kartasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, transport vositasi majburiy sug'urta, fuqarolik javobgarligi bo'yicha sug'urta polisi, oliy o'rta maxsus kasb-hunar va professional ta'lim olgani to'g'risida davlat namunasidagi rasmiy hujjat, talabalik guvohnomasi, yakka tartibli tadbirkorning davlat ro'yxatidan o'tkazilgan to'g'risidagi guvohnoma, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan to'g'risidagi guvohnoma, turar joy obyektlarining kadastr pasporti hamda jismoniy shaxsning shaxsiy avtomototransport vositasini boshqarishga huquqini beruvchi ishonchnomalarni o'zi bilan olib yurish shart bo'lmaydi. Demak, 2025-yil 1-iyuldan boshlab uni maxsus ijtimoiy karta mobil ilovasi orqali, mygov.uz sayti orqali yoki xodimlarga belgilangan o'zlarining dasturlari, planshetlari orqali ko'rish imkoniyatlari yaratiladi.